Seni kun dedi tun dedi sağınam. Xush kelibsiz milliy xo'jaga. Xona bormi? Ha? Qayerdan pul topding? Gastitsiyada yotadigan bo'lib qolibsan? Pul ko'p. Qishda pul yo'qyapmiz. Ertalab och qolsak pul yeyapmiz. Xonani ko'rsat, eng zo'rini. 100 ming so'mlimi? Eng zo'rini ko'rsat. Kir. Bu 2 kishilik xona, ichida zavtragi ham bor, 650 ming. Xohlasang, razdelni ham bor. Zo'r ekan, sal anaqaroq yo'qmi? Ha, biluvdim, arzonrog'imi? Yur. Pul ko'p, prosta xavotirman lekin. Bu 500 minglik xona, kravatlari razdelni, zavtragi ichida. Ha, zo'r ekan. O'zi pul ko'p, anaqaman, men prosta xonalarni razdelni. Yur. Bu xonamiz ekonom xona, 400 ming so'm. Zavtriga ichidami? Ha. Menga yoqdi. Men mana shu joyda olsam, bu yoqqa odam qo'yaver. Yotaversin, bemalol, xalaqit qilmayman, jim yotaman. O'zi biluvdim, kishilik xonada bir kishi qolsa, narxi o'zgaradi. 200 ming so'm. Yotaver o'zing. Klient pisagida prav deyishadi, mijozam deb qo'ymading. Xush kelibsiz milliy otelimizga, hurmatli mijoz. Zavtri tayyorlaylar, ertalab chiqaman men.